Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvimizda 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt avtomashinamiz. Qani ko'rib chiqamiz. Avtomashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari top-toza, rangi Dark Moon Blue. Avtomashinamizda probegi 6000 km. Halol. Chexol polikchalari qilib qo'yilgan. ABS konditsionerlari bor. Salon holatlari. Yurgan probegi ko'rsatib o'tamiz. Avtomat. Orqa ko'rinishlari. Tiniq holatda chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Avtomashinamiz ostki tomonidan ko'rinishlarini ko'ramiz. Orqasidan holatlari yangi. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Yon tomondan ko'rinishlari. Avtomashinamiz holatlari ideal. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 11700 AQSh dollari. Tepasida kelishadigan joyi bor. Rahmat ammalaringizga. Like va podpiskani unutmaysizlar degan umiddaman.